qilmang. Hali nasib qilsa, ishlaringiz o'xshab ketadi. Bizga ham bunaqa hovli joylar nasib qiladi. Nasib. Ikkalamiz erta tongdan chiqib, suvlar sepamiz. Xullas, boshqa ish qilib ko'rsammikin, o'xshamadi anu ishim. Balki boshqa ish qilib ko'rsam, Allohim barakami berib, o'sha sen aytgandek men bunaqa zo'r uylanib olamidim. Nasib. Mayli, xudo xolisa olamiz. Men harakat qilaman, pul yig'aman, tindirmayman. O'zim o'tga cho'qqa urib bo'lsa ham, xudo xolisa yaxshi sharoit qilaman. Bo'ldi. Unda men ham sizga yordam beraman. Qanaqa yordam bermoqchisan menga? Pullarimni tejayman, ortiqcha pul sarflamayman. Qo'limdan kelganicha ishlab sizga yordam beraman. Bo'lmasa, men ham yaxshi ish topib olaylik. Xudo xolisa hammasi zo'r ketadi. O'zimiz xohlagandek mana shunaqa zo'r uy olamiz. Xo'pmi? Nasib. Hammasiga birga erishamiz. Xudo xolisa birga erishamiz. Faqat sen meni duo qilib tursang bo'ldi. Xo'p. Bir. Onasi. Nabi? Bugun oyi 15-si. 2, 3, 4, 5. Mana 500 mingni olib qo'y. Bu gapingni puli. Mana 100 mingga borib kelasan, bo'ptimi? Adasi? Anaqa gapga bormaydigan bo'ldim. Nima? Undan ko'ra shu pulni yig'ib, o'zimizga kerakli nimadir olamiz. Hamma yaqinlaring bilan gap boshlab qo'ygan bo'lsang, endi oxirgacha borish kerak. Belag'iz bo'lib unaqa bormasang sharoit qilib bera olmadim, nima farqi bor? Hammani galati kelgan. Yengisiga qo'shilmoqchi emasman. Undan ko'ra bu pulni yig'ib, uyimizga nimadir olamiz. Bo'pti, mayli, o'zing bilasan. Endi anu yaqinlaringdan qolib ketmagin dedim-da. Bo'pti, mayli, ketdim. Xo'p. Yaxshi borib keling. Mayli, sen o'tiraver, o'zim ketaman. Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tir. Allo. Mohi? Tuzumsan? Yangi o'tirishimizdan qo'shilmaydigan bo'ldim. Qiziga tushuntirib qo'yarsan-a? O'zim shunchaki. Xo'p. Xo'p. Bozorga bordingizmi? Voy, Akmal to'y esimdan chiqibdi. Anaqa qiling, menga ko'ylaklarni rasmga olib tashlab yuboring. Ha, bo'ldi, Telegramdan tashlab qo'ying-chi. Xo'p, kiraman. Voy, men bu ko'ylakni. Shu qorasi nech pul ekan-pa? 1,5 million. 1,5 millionga bitta to'yga kiyim kiyaman. Oldidagi oq ko'ylak nech pul ekan? 380 ming. Shunisi bo'ladi. Bo'ldi, shu oq ko'ylakni olib qoling. Men sizni kartangizga pul tashlab beraman. Bo'ladi. Qapsangiz? Nabi? Ha, yordammisan? Zo'r yangiligim bor xullas. Kayfiyatimni nimaga zo'rligini so'ra. Nima bo'ldi boshingiz quloqingizni? O'yla, variantlar o'yla. Nimaga yaxshi bo'lishi mumkin kayfiyatim? Variantlar o'yla, tezroq. Oyligingizni ochdim. Ya, o'sha. Nimaga? O'yla. Lavozimingizni ochdim. Ya, u ham o'sha. Uy oldingmi? Ya, endi xudo xolisa olamiz. Ya, xullas, bitta ishim o'xshab qoldi. O'shandan zo'r katta summa keldi menga. Tushundingmi? Endi men seni anu orzu qilgan iPhone'ingni olib beraman. Rostda? Bu tez kiyimni alishtirib chiq, boraqa. Eski telefondan voz kechamiz endi. Keragi yo'q. Adasi. Ha? Keling o'sha pulni to'playotgan pulimizga qo'shib qo'yamiz. Baribir
Uyam, bu telefonim ham bitta vazifani bajarsa. Undan ham internetga kirsa bo'ladi. Bundan ham internetga kirsa bo'ladi. Undan ham sizga xabar yoza olaman. Bundan ham yoza olaman. Shuning uchun hozircha shuni ishlatib turaman. Unda nima mendan iPhone olib bering deb so'ragansan? Unda xohladim-da. Hozir boshqa narsani orzu qilyapmiz. Aqling kirib qopti-yu. Ha, bo'pti, rahmat, zo'r. Xursand bo'ldim, mayli. Men to'g'ri, u ham bu ham bitta ish qiladi-yu. No, orzu havas edi. Bo'lsa o'sha pulni yag'an pulimizga qo'shib qo'yamiz. Qani edi-ya? Mana bu maydala ro'zg'orga ishlatsak, mana pulni olib qo'ying. Uyda bozorlik bormi-da? Bor. Men 100 ming so'mni bu narsaga ishlatarsan. Magazinga chiqib bir ikkita suv olib kelay. Xo'p. Oyoq kiyimim ketib qopti bu yo'lga. Bo'pti. Islat bo'ling. Xo'p. Nodar sal yo'q-yo'qga qarab ishlaylik, ehtiyot bo'lib. Ya, bu narsani boshlamaylik. Bugun ham kech ketar ekanmiz o'rtoq. Har kuni kech ketaverish jonga tegdi. Uyga borsang, xotin ming'ir-sing'ir qilaveradi. Qayerda edingiz, kim bilan edingiz, namcha kechga olsiz. Endi ish qilish kerak-da, o'rtoq. Xo'jayin yetdi. Obyektni tezroq topshirishimiz kerak. O'shaning uchun ko'z quloq bo'linglar dedilar. Ertaga kech bekorga ishlamaymiz-ku. Hozir endi uyga borgandan keyin xotinning savoliga javob berib o'tirish kerak bo'ladi. Qayerda edingiz, kim bilan edingiz, nima qilyaptidingiz, namcha kechga olsiz. Yo'q, shu o'ynab yuribman, maza qilib yuribman degim keladi-yu. Lekin unaqa emas-da. Keling, telefon qo'yib aytib qo'y. Menimcha to'g'ri tushunadi. Lekin aytmasang, kechqurun uyga borganingdan keyin yeysan. Asabing точно buziladi. Shuning uchun hozir aytib, temirni qiziqda bosib qo'ysang yaxshi. Ishdamanmi? Bekorga ertalabdan kech ishlamayapmiz o'rtoq. Bizani ham yaxshi kunlarimiz hali oldinda. Xudo xolisa ozgina qoldi, topshirib yuboramiz. Voy, sal ehtiyotroq bo'linglar. Voy, ehtiyot bo'l. Qarab ishlamaydi, tavba qilib. Ertaga sanada biz keyin gap eshitib yuramiz. Sallani deb men yana ertalabgacha o'tirish xohlamayman. Normalni ishla. Assalomu alaykum otasi. Xush keldingizmi? Alaykum assalom. Soat necha bo'ldi? 12:30 bo'ldi. Qoningiz qanaqa? Nimadir pishirib beraymi? Ochdi. Ovqatingizni isitib beraman. Menga qarang. Rabbi. Soat 12:30 bo'ldi. Kechgacha men ham ko'chada yurdim ishlab. Men bilan birga o'g'aynim ham uyga shoshib chiqib ketdi. Asabiylashdi hozir endi. Hayolim qayerda yuribsiz? Kim bilan edingiz? U bu deb turib rashk qiladi. Shu narsadan ezilganman deb gapirib shoshib ketdi-da. Nima sen men rashk qilmaysanmi? Necha marta men uyga kech kelaman. 12, 1, 2 qilib kechqurun kirib kelaman uyga. Lekin biror marta menga qayerda edingiz, kim bilansiz deb gapirmagansan. Shunchalik bee'tibormisan menga? Adasi. O'zi ishdan charchab kelyapsiz. Biz uchun, oilamiz uchun ishlayapsiz. Kechgacha ishda charchab boshingiz og'risa, uyga kelganingizdan keyin men ham boshingiz og'ritamanmi? Rashk qilaman, to'g'ri, lekin uni o'zini o'rni, o'zini payti bor.
Men noto'g'ri tushunmanda. O'tiring ovqatlanamiz. Kiyim alishtirib chiqaman. Adasi yaxshi o'tiribsizmi? Mana bu pulni to'playotgan pulimizga qo'shib qo'ying. Qayerdan olding bu pulni? Qo'shnimiz Said akaga pishirib berdim. Hop. Yoqqan ekan shekilli, menga har hafta pishirib berasiz deb pul berdilar. Onasi menga qara. Sen o'zingni qiynab pul topishing shart emas. Tushundingmi? Men o'zim erkak kishiman, o'zim topaman. Keyin mabodo ishlab topgan pulingni ham menga oilaga ketkazishing shart emas. Bu seni puling. Tushundingmi? Men o'zing ishlab topgan pulingga o'zingga kerakli bo'lgan narsani olgin. Oilaga men o'zim yig'aman. Menga bu pul kerak yo'q hozir. Toplayotgan pulimizga qo'shib qo'ya qoling. Keyin bu oila meni ham oilam. Meni ham uyim. Xonasi meni lavozimimni oshirishdi. Oyligim ham oshdi bu yog'iga. Endi xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin bu pulni mayli. Agar yordam berish xohlayotgan bo'lsang, yig'ayotgan pulimizga mayli o'zing borib qo'yib qo'ygin, bilasan qattariga. Charchamadingmi? Voy, assalomu alaykum otasi. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Xudoga shukr. Adasi qarang. Bir paytlar shunaqa o'zimizning uyimiz bo'lishini, yam-yashil daraxtlarimiz bo'lishini, ularga suv sepishni orzu qilardik. Hozir hamma narsaga erishganmiz. Hammasiga sani duolaring sabab, tejamkorliging sabab erishdim onasi. Boringga shukr. Bir paytlar bu orzu qilgan sharoitimizni o'zimiz uchun yaratishimizga sani ham ancha mehnating ketdi. Uyga olib kelganimni tejading, yo'g'iga sabr qilding. Ba'zi ayollarga o'xshab turib, o'zingning nafsingni hamma narsadan ustun qo'ymading. Nimadir xohlagan bo'lsang, yo'q dedingda, oilang uchun ko'z yumib hammasiga rozi bo'lding. Sani duolaringni, sani tejamkorligingni evaziga mana shunaqa sharoitda yashayapmiz. Sen bo'lmasang bitta o'zim bunaqa sharoitga yetib kela olmasdim onasi. Sani ancha katta hissing bor. Katta rahmat senga onasi. Adasi, bularni hammasi sizning mehnatingiz. Kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan ishlaganlaringiz. Boshqalarga o'xshab ko'chaga pul sovurmadingiz. Begonalarga pul bermadingiz. Faqat oilam, bolam, chaqam uchun deb ishladingiz. Topganingizni uyga olib keldingiz. Yaxshiyam borsiz.
Bularning hammasi siz ortingizdan bo'ldi. Adasi. Yuring. Siz yaxshi ko'rgan pishiruvni pishirganman. Choy ichamiz. Ha, suvni o'chiring. Aytgancha. Ana sen yoqtirgan tillani olib qo'ydim. Kechqurun keladi.